iftorlikni boshlashdan oldin 2 stakan suv bilan boshlang. Chunki bizning organizmimiz asosiy qismi suvdan tashkil topgan va biz albatta u yo'qotilgan suyuqlikni o'rnini bosishimiz kerak. Suvingizga oz miqdorda tuz sepishingiz mumkin yoki limonli suv ichish mumkin. Bu ancha tetiklashtiradi. Menimcha, meni ko'rib turgan hozir tomoshabinlar xor qolsa kerak, dumba yog'i ham foydali bo'larmikan deb, masalan 15 minut davomida butun stolni yarmidagi ovqatni yeb qo'yishimiz mumkin yoki bitta shu likopchadagi o'zimiz ovqatimizni lazzatlanib, uzoq chaynab yeyishimiz mumkin. Dam olish va stressdan xalos bo'lish yo'lini qidiryapsizmi? Unda BNB zafaron bilan tanishing. Har qanday vaziyatda xotirjamlikni tiklashga yordam beradigan tabiiy tinchlantiruvchi vosita. BNB zafaron sizning ichki xotirjamligingiz uchun. Assalomu alaykum. Zafaronlashamiz loyihasi va ikkinchi qism. Bugun biz nutritsiologiya, ya'ni to'g'ri ovqatlanish haqida gaplashamiz. Bugun suhbatimiz davomida Ramazon oyida organizmni ortiqcha yuklamaslik uchun qanday to'g'ri ovqatlanish qoidalariga e'tibor berish kerakligi xususida gaplashamiz va studiyamizga ekspert sifatida nutritsiolog, gastroenterolog Shahnoza Sharipovani taklif qildik. Assalomu alaykum yana bir bor. Assalomu alaykum hammaga. Shahnoza opa, keling biroz o'zingiz haqingizga gapirib bersangiz. Men vrach, gastroenterolog, nutritsiolog, IV terapiya bo'yicha mutaxassis va preventiv yo'nalishdagi mutaxassisman. Tanishganimizdan xursandmiz yana bir bor. Hammamiz bilamiz, Ramazon oyi ro'za tutish hamda ruhiy poklanish davri. Shu davrda odam organizmini ortiqcha yuklamaslik uchun qanday bir bazaviy bilimlarni bilish kerak? To'g'ri ovqatlanish ham tom ma'noda bilim talab qiladi deb o'ylayman. Shu haqida qisqacha gapirib bersangiz. To'g'ri aytdingiz. Ramazon bu nafaqat ro'za tutish, balki tana va ruhni poklash davri hisoblanadi. Shuning uchun organizmni ortiqcha yuklamaslik uchun quyidagi tamoyillarga rioya qilish kerak. Birinchisi bu me'yorda ovqatlanish. Ya'ni bu nima degani? Organizmni juda ham och qolmasligi ham kerak, ham to'yib ovqatlanmaslik kerak. Ya'ni ratsionni shunaqa tuzishimiz kerak, u me'yorda ovqatlanish kerak. Ikkinchisi bu suyuqlikni me'yorda ichish. Ya'ni kun davomida biz yo'qotgan suyuqligimizni iftor va saharlik o'rtasida o'sha qoplashimiz kerak. Uchinchisi bu foydali uglevodlarni tanlash. Tez hazm bo'luvchi shirinliklar, uglevodlarni yeyish o'rniga murakkab uglevodlarni tanlashimiz kerak. To'rtinchisi bu to'yimli va tabiiy mahsulotlarga urg'u berishimiz kerak. Saharlikka biroz to'xtalib o'tsak, saharlik vaqtida ratsionimizga nimalarni kiritganimiz ma'qul? Saharlik paytida uzoq vaqt davomida ochlik hissini his qilmaslik uchun sizga ushbu mahsulotlarni tavsiya etardim. Birinchisi bu uzoq hazm bo'luvchi uglevodlar, masalan, bularga nima kiradi? Grechka, jigarrang guruch, devzira guruchi, kinoa shunaqa mahsulotlar kiradi. Ikkinchidan bu oqsillar, tovuq, go'sht, parranda go'shti, baliq go'shti, sutli mahsulotlar, sir shular kiradi. Uchinchisi bu foydali yog'lar, avokado, yong'oqlar, zaytun yog'i va hokazo. Yana kletchatkani ham yeyishni tavsiya qilardim, chunki u massani bizga beradi, ichagimizda massa hosil qilishga yordam beradi va qabziyat kelib chiqishini oldini oladi. Nimalarni yeyish tavsiya etilmaydi unda? Masalan, juda ham haddan tashqari achchiq mahsulotlar yoki haddan tashqari tuzli mahsulotlarni tavsiya bermasdim, chunki u chanqoqlikni keltirib chiqaradi. Undan tashqari masalan shirinlikka xuruj qilmaslik, chunki biz qancha ko'p shirinlik yesak, shuncha tez qornimiz ochadi, chunki glyukoza qonda qancha tez ko'tarilsa, shuncha tez pasayadi. Shuning uchun bizda tez ochlik hissi paydo bo'ladi. Iftorlik vaqtidachi nimalar mumkin, nimalar umuman tavsiya etilmaydi? Iftorlikni boshlashda ham sizga bir qancha maslahatlar bermoqchiman. Masalan, birinchisi bu iftorlikni boshlashdan oldin 2 stakan suv bilan boshlang. Taxminan 50-60-80 gradusdagi suv bo'lsa, undan ham yaxshi, chunki o't pufagimizdagi iliq suv. Ya'ni bu qanaqa suv? Qaynagandan keyin chashkaga qo'yamiz, o'sha ozgina sovigandan keyin bu taxminan 70 gradusdagi suv bo'ladi. Muloyim, bizga yoqadigan issiq bo'ladi-ku, shunaqa suvni ichish kerak. Bu nimaga? Chunki o't pufagidagi dimlanishligiga yordam beradi. Undan keyin xurmo yeb va undan keyin ovqatlanishni boshlash kerak. Ovqatlarga ham ko'proq sho'rva yoki sabzavotli ovqatlarni afzal ko'ring, yoki har xil salatlar, kletchatkaga boy salat, ko'katlar yeyishni tavsiya etaman. Chunki bu bizga oshqozon-ichak traktimizni zo'riqtirmaydi. Oshqozon-ichak tizimi. Oshqozon-ichak tizimini zo'riqtirmaydi va tezroq hazm bo'lishga yordam beradi. Iftorlik boshlangandan keyin
darrov hamma ovqatni yeb qo'ymaslik kerak, chunki sekin asta yeyish kerak. Bu ham shu oshqozon ichak tizimiga zo'riqtirishni beradi va biz keyin qiynalamiz, qanaqadir uyquga tortadi kimdir charchab qoladi. Bu degani oshqozon ichak traktiga haddan tashqari zo'riqtirilgan bo'ladi. Iftorlik paytida aytib o'tganimdek, tez ovqatlanish kerak emas, bu zo'riqtirib qo'yadi organizmni. Ikkinchidan, bu ichimlik ichganingizda faqat suv yoki choy yoki o'tli damlamalarni ichishni tavsiya qilaman, chunki haddan tashqari shirin ichimliklarni ichsangiz, bu qondagi qon miqdorini haddan tashqari ko'tarib yuboradi va qovurilgan ovqatlar o'rniga ko'proq pechda pishirilgan yoki dudlangan ovqatlarga e'tibor berishni tavsiya etardim. Tushunarli. Kun davomida baribir och qolgandan keyin bosh aylanish holatlari yoki charchoq hissi, uyqu kelish holatlari kuchayishi mumkin. Shu narsalar kuzatilmasligi uchun baribir hammasi borib to'g'ri ovqatlanishga taqaladi. Nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak charchoq hissini his qilmaslik uchun? Yetarli miqdorda suv ichmagan odam, o'sha iftorlikdan keyin suv ichmagan odamda bosh og'rishi, bosh aylanishi, ko'ngil aynishi kuzatiladi. Chunki bizning organizmimiz asosiy qismi suvdan tashkil topgan va biz albatta u yo'qotilgan suyuqlikni o'rnini bosishimiz kerak. Undan tashqari suvni har bitta odamning o'zini normasi bo'ladi. Masalan, 1 kilogramm vaznga 30 ml suv to'g'ri keladi. Shuni formula bo'yicha o'zingiz hisoblab topishingiz mumkin va o'sha me'yordagi suvni ichish kerak. Masalan, deylik, 60 kilogrammda vazningiz bor. Bu degani 30 ga ko'paytirsak 1 litr 800 ml suv ichishimiz kerak bo'ladi. Biz uzoq payt ovqatlanmaganimizda va ko'p terlaganimizda bizda kerakli moddalar ham chiqib ketadi. Masalan, kaliy, natriy, shunaqa moddalar chiqib ketadi va buni qanaqa to'ldirish mumkin? O'sha ichayotgan suvingizga oz miqdorda tuz sepishingiz mumkin yoki limonli suv ichish mumkin. Bu ancha tetiklashtiradi va undan tashqari mineral suvlar, masalan, borjomi, shunaqa suvlarni ham ichishni tavsiya etaman. Ovqat hazm qilish sistemasiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Kam-kam ovqatlanish kerak, organizm zo'riqtirmaslik kerak va eng asosiysi ko'pchilik qo'rqadigan jismoniy mashqlar. Ro'za payti shug'ullanishmaydi, lekin men hammaga tavsiya beraman, shug'ullanish kerak albatta, chunki ro'za paytida bizda vaznimiz yo'qoladi. Birinchi o'rinda bu shishlar ketadi, ortiqcha suyuqlik chiqib ketadi organizmdan. Ikkinchi o'rinda bu mushaklardan ham ketib qolishi mumkin, lekin mushaklardan ketadigan vazn bu noto'g'ri, ya'ni yog' to'qimasdan ketish kerak. Aslida nima qilishimiz kerak? Agar biz jismoniy mashqlar bilan shug'ullansak, bu payti biz mushak sistemasini saqlab qolgan bo'lamiz. Shuning uchun har bitta odam sport bilan shug'ullanib, kimdir yengil sport, kimgadir og'ir mashqlar davom etish mumkin. Ramazon oyida o'zi ovqatlanish tartibida yurtdoshlarimiz tomonidan deylik, baribir o'zbekmiz, eng ko'p yo'l qo'yiladigan xatoliklar va shu xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun o'rnini bosuvchi bir mahsulotlar bormi? Misol uchun ko'pchiligimizda iftor kelishi bilan shirinlikka ruju qo'yish bo'ladi. Kutib turamiz qachon iftorlik bo'lsa-yu, shu shirinlikni yesam deb. Organizm talab qilgani uchun shu vaqtda nima bilan o'rnini bosish mumkin? To'g'ri, biz kun mobaynida bizda qonimizdagi qon miqdori tushib ketadi va birinchi o'rinda biz shirinlik mahsulotlariga tortadi organizm. Lekin men salatlardan boshlashni tavsiya etaman. Shirinlikni ham yesa bo'ladi. Qanaqa shirinlik? Masalan, toza asal yoki 100% shokolad, qora shokolad yoki o'sha xurmoni yesa bo'ladi, lekin ozroq miqdorda yesa bo'ladi. Ovqatlarga keladigan bo'lsak, ularga ko'proq, masalan, dimlamalar bo'ladigan bo'lsa, ko'proq parlangan yoki oshni oladigan bo'lsak, ko'proq, masalan, to'y oshlari bo'ladi-yu, masalan, oqroq, qizartirib qovurilmagan oshlar, ko'proq dimlangan oshlarni yeyishni tavsiya etardim. Undan tashqari devzira guruchi, bu oq guruchdan ancha foydali hisoblanadi. O'shaning uchun shunaqa devzirali oshlarni yeyishni tavsiya etardim. Boshqa ovqatlarga, masalan, ko'proq sabzavot qo'shib tayyorlashni. Xamirli ovqatlarga keladigan bo'lsak, xamirli ovqatlarni ko'p yeyishni tavsiya bermayman, chunki ular hazm qilishi og'ir bo'ladi va oshqozonda uzoq turib qoladigan ovqat hisoblanadi.
Ramazon oyida an'anaviy taomlar hamda to'g'ri ovqatlanishni qanday qilib birlashtirsa bo'ladi. Bizda bir shunday xulosa kelib qolganki, an'anaviy taomlar to'yimli, kaloriyaga boy, to'g'ri taomlanish esa kaloriyaligi past bo'lgan hamda tez hazm bo'lib ketadigan ovqat deb tushunamiz. Bu stereotipmi yoki Bu stereotip. Manda ham masalan bir xil patsientlarim aytishadi, men to'g'ri ovqatlanishga o'tdim, pyure bilan tiftel yeyman deyishadi, lekin undan ko'ra masalan dumba yog' yegan ancha foydaliroq bo'ladi. Menimcha, meni ko'rib turgan hozir tomoshabinlar qoyil qolishsa kerak, dumba yog'i ham foydali bo'larmikan deb. Dumba yog' ancha foydali hisoblanadi. Uni ovqatlarga ishlatsa bo'ladi bemalol, masalan o'sha oshga ham, boshqa ovqatlarga ham, даже sho'rvani ham, ilikli sho'rvalar bo'ladi, o'shalarni ichsa ancha odam tetik yuradi va kaloriyaga boy hisoblanadi. A pyurelar esa faqat pustoy kaloriya beradi. to'g'ri ovqatlanish bu faqat sabzavot, unaqa o't emas. emas. Yo'q, unaqa emas. Tushunarli. Surunkali kasalliklari bor insonlar ro'za oyida qanday, nimalarga e'tibor berish kerak va ularga qanday maslahat berasiz? Surunkali kasalliklari bor insonlar shifokor bilan maslahatlashib ro'za tutishligi kerak. Masalan, qandli diabetga chalingan odamlar, ular qand miqdorini kun davomida tekshirib turishlari kerak. Chunki glikemik indeks pasayib ketsa ham, qand miqdori juda ham tushib ketsa ham, bular ularga juda ham xavf tug'diradi. Qand oshib ketishdan ham xavfliroq jarayon hisoblanadi qand tushishi. Undan tashqari gipertoniyaga chalingan insonlarni arterial qon bosimini ham tekshirib turish kerak va ular tuzli mahsulotlarni kamroq iste'mol qilish kerak. Bu arterial bosimni ko'tarib yuboradigan mahsulot hisoblanadi. Va albatta nafaqat surunkali kasalliklari bor insonlar, balki har bittamiz har kuni qiladigan sport mashqlari bo'lishi kerak. U masalan qanaqadir yoga yoki 10 mingta qadam yurish yoki suzish, o'ziga yoqqan mashg'ulotlar bilan shug'ullanishi kerak. Ramazon oyida organizmni to'liq me'yorda saqlab turish uchun yana qanday tavsiyalar bergan bo'lasiz? Meni tavsiyalarim quyidagilar. Shakar, shirinliklarni kamaytirish. Ikkinchidan, ovqatni yaxshilab chaynash, ya'ni ovqat yeyotgan paytimiz u bilan lazzatlanib ovqatlanishimiz kerak va bu masalan 15 minut davomida butun stol yarmidagi ovqatni yeb qo'yishimiz mumkin yoki bitta shu likopchadagi o'zimiz ovqatimizni lazzatlanib uzoq chaynab yeyishimiz mumkin. Saharlikni o'tkazib yubormaslik, chunki baribir saharlikda ham bizga energiyaga beradigan oziq moddalar bo'ladi va oxirgi maslahatim ko'proq organizmga dam berish va uyqu sifatini yaxshilash, chunki baribir biz kechasi namozga turamiz yoki ertalab saharlikda voqli turamiz va uyqumiz buziladi. Agarda tushlik payti imkoniyat bo'lsa ozgina uxlab olish kerak va asabni ham tinchlantiruvchi har xil meditatsiya, musiqalar eshitish kerak va umuman butun oyni mana shunaqa tinch totuv organizmga dam berib o'tkazishni tavsiya etaman. Rahmon opa, bugungi foydali suhbat va maslahatlar uchun sizga rahmat aytaman. O'ylaymizki, bugungi berilgan tavsiyalar organizmimizni bir muncha yaxshilashga yordam beradi degan umiddaman. Rahmat, sizga ham rahmat taklif qilganingiz uchun. Men o'ylaymanki, meni bugun ko'rgan kamera ortidagi kuzatuvchilar uchun juda ham ko'p foydali maslahatlar berdim va albatta bularni qo'llaysiz degan umiddaman. Studiyamizda qaysi mutaxassisni ko'rishni xohlasangiz yoki-da sizda mutaxassislarga savollaringiz yoki muammolaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring va biz albatta keyingi sonlarda studiyamizga aynan siz xohlagan ekspertlarni jalb qilamiz va savollaringizga javob topishga harakat qilamiz. Obuna bo'ling va kuzatib borishni unutmang. Dam olish va stressdan xalos bo'lish yo'lini qidiryapsizmi? Unda BMB zafaron bilan tanishing. Har qanday vaziyatda xotirjamlikni tiklashga yordam beradigan tabiiy tinchlantiruvchi vosita. BMB zafaron sizning ichki xotirjamligingiz uchun.